안녕하세요 여러분. 제 이름은 차르니콜이고 이번 과정에서 여러분의 한국어 선생님이 될 거예요. Salom, xush kelibsiz Koreys tili onlayn kursiga. Bu kurs sizni noldan boshlab tiniq va ishonchli gaplashish darajasiga olib chiqadi. Tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Birinchi darsimiz Koreys alifbosi, ya'ni Hangul. Koreys alifbosida 14 ta undosh va 10 ta unli harflar mavjud. Unli harflar. Birinchi harfimiz A. A harfiga o'xshash. A deb talaffuz qilinadi. Ikkinchi harfimiz O. O va A orasidagi tovush. Uchinchi harfimiz Ya deb talaffuz qilinadi. A oldidan Ye tovushi qo'shiladi. To'rtinchi harfimiz Yo. Yo oldidan Ye tovushidagi qo'shilgan. Beshinchi harfimiz O. O'zbeklarning O'siga o'xshamaydi. Ularda O emas, balki U. U deb talaffuz qilinadi. Oltinchi harfimiz O'ga o'xshash. Uni oldida Ye harfi qo'shiladi. Yu. Oddiy Yo emas, Yu deb talaffuz qilinadi. Yettinchi harfimiz U. Oddiy U harfidek talaffuz qilinadi. Sakkizinchi harfimiz Yu. Oddiy Yu deb talaffuz qilinadi. To'qqizinchisi I. Tovushi og'iz qisqaroq ochilib, Uga o'xshaydi, ammo og'iz yasalishi boshqacha. I deb talaffuz qilinadi. 10-si I. Oddiy o'zbek alifbosidagidek I. Hangul harflarining yozilishi va birikmalari. Hangul harflari blok shaklida yoziladi. Har bir blok bitta tovushli so'z bo'lib, undosh va unli harflardan tashkil topadi. Harflar chapdan o'ngga va yuqoridan pastga qarab joylashadi. Misol uchun K. K qo'shilgan A. Boshida birinchi harf undoshdan bo'ladi. Undosh harfi K va keyingisi A. Unli harf K. Harflarni to'g'ri biriktirish talaffuzini osonlashtiradi. Birinchi harfimiz K yoki G. O'ng tomondan qattiq, orqa tomondan chiqariladigan G yoki K tovushi. Ikkinchi harfimiz N. Til old qismida chiqariladigan N tovushi. Uchinchi harfimiz T. D va T ning o'rtasida til ort qismida chiqariladigan D yoki T tovushiga o'xshash T. To'rtinchi harfimiz R. U ham R va L ning o'rtasida, til o'rtasida R yoki L o'rtasidagi tovush. Beshinchi harfimiz lablar bilan chiqariladigan M. Oltinchi harfimiz P. B va P lablar bilan chiqariladigan B yoki P tovushi. Yettinchi harfimiz S. Oddiy S emas, til old qismida chiqariladigan S. Sakkizinchi harfimiz Ch. J til old qismida chiqariladigan J tovushiga o'xshash, lekin Ch. To'qqizinchi harfimiz Ch. Til old qismida chiqariladigan Ch tovushi. 10-chi harfimiz K. K emas, K. Katta tovush, kuchli oshirilgan K tovushi. 11-chi harfimiz T. Oddiy T emas, T. Katta tovush, kuchli oshirilgan T harfi. Ikkinchi harfimiz P. Katta tovush, kuchli oshirilgan P. 13-chi harfimiz H. H ovozni chiqarishda cho'chigan tovush. H deb talaffuz qilinadi. Oxirgisi 14-chi harfimiz Jim yoki Ng so'z bilan boshida. Jim eshitilmaydi, oxirida Ng tovushi. Harflar qanday joylashadi? Harflar quyidagicha joylashadi. Birinchi undosh, keyin unli K. Birinchi harfimiz K bo'ladigan bo'lsa, keyingi harfimiz A.
qanaqa harf yozmoqchi bo'lsak, qanaqa bo'lsa ham na yozmoqchi bo'lamizmi, ha deb yozmoqchi bo'lamizmi, baribir birinchi harf undoshdan boshlanadi. Undosh qo'shilgan unli qo'shilgan undosh. Birinchi harfimiz K, ikkinchi harfimiz A, uchinchi harfimiz N pastga tushyapti. Uchinchi undosh pastga tushyapti. Shunda kang harfi hosil bo'lyapti. Harf bloklari o'ngga qarab yoziladi. Har bir blok bir bo'g'in hisoblanadi. Harflar qo'shilishi hangul yozuvi bloklar shaklida tuziladi. Ya'ni har bir bo'g'in so'z bo'lagi bir undosh qo'shilgan bir unli va ba'zida bitta oxirgi undoshdan tashkil topadi. Formulaga qarasak, birinchisi undosh qo'shilgan unli K, ikkinchisi undosh qo'shilgan unli qo'shilgan undosh kak. Boya aytib o'tgandek, uchinchisi murakkab bo'g'inlar. Unli pastga yoziladi, K yoki na. Unli o'ngga yoziladi, no yoki tu. Pastki undosh patchim. Patchimga qaraydi, mok yoki salga o'xshash harflar. Harflarning joylashishi, bo'g'in harflar, tarkib ma'nosi. Boya aytib o'tgandek, birinchi K harfi keladi, qo'shilgan A, K, borish, fe'l, keyin esa kak. Birinchi K, keyin A, keyin K. Bo'g'in shakli va shunga o'xshab davom etaveradi. Han, Koreya, mal, so'z yoki gapirish. Keyingisi pap, guruch yoki ovqat. Eslatma: har bir koreyscha so'z bir yoki bir necha bo'g'indan iborat bo'ladi. Harflar chapdan o'ngga, yuqoridan pastga joylashadi. Patchim, pastki undosh talaffuz va ma'noga ta'sir qiladi. Amaliy mashqlar. Quyidagi bo'g'inlarni tuzing. Undosh va unli harflarini qo'shing. Buni yozib olasizlar va bajarasizlar. Dars yakuniy vazifa. Bugungi darsda o'rganildi. Hangul alifbosi, undosh va unli harflar. Harflar birikishi, bo'g'in tuzilishi. Vazifa: 5 ta koreyscha so'z yozing. Kamida 2 bo'g'inli. Annyeonghaseyo-ni 3 marta yozing va talaffuz qiling. Harflarni hammasini yodlashga harakat qiling. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelasi darslarda yana ko'rishguncha xayr. Vazifalarni o'z vaqtida qilishga va yodlashga harakat qiling.